Ders vaqtida mogodagi o'tirsa, telefonni uxlamay o'ynaysa, darsdan tushganda tugamas ko'p qismli televiziya teatri bilan uyinib berilsa, holim shu bo'lsa, mag'lubiyat kuchirmasga bahona bor. İmtihan dersini belgilep vermese, imtihanın ödenmeysen. Belgilep verse, başkalar tayarlap koygan cevabını köçürüp, işini tüketsen. Navadı seni bir şirketin hocayını bul diye desek, ondan sen özünü kokma işe alamazsın. Pul to'lagan alarmanga mal tengisi da'vo qil. Ammo sen pul to'lagan turuqliq sana bilim bermagan o'qituvchingga rahmat aytasan. So'dining mush aqalli qoidasini tushunmasan, qo'lingda nima ish keladi sen? Oliy mektep arzu yazganda qiziqishing va ortiqchiligingni bilmaysan. O'qish bitirgandan keyin yana shu ortiqchiliging, qiziqishingni bilmaysan. Özünün qandaq adam ekanligini o'zing tunmasang, bilmasang, seni kim tunusun? Amaliy mashg'ulot o'tganda xiyolim tog'da. Nazariya o'tgani bo'lsa xiyolim bog'da. Ahvolim mushtursa, ishsiz qolmaslikqa bahona bormi? Kompüter asosi bilimlarini o'rgandim deysa. Ammo saviyang boshlang'ich saviyasida. Raqobatlashgidek nima bor sening? İngiliz tilini 2 yıl öğrendim deyse. Senin seviyandan tercüm kıldığın detalının seviyesi üstün durdu. Senin bu seviyenge koy sorununa ihtiyacı var. İdeya terbiye dersini öğrendim deyse. Ameliyatı bu derslerini anlatma bakmadım. Dersxonada uyquga qarshi turish iqtidoring o'sgandan boshqa ideya, axloq, terbiye jihatlarda to'liq o'ttir maktab o'quvchilariga yetamsan. Mushu holim bilan seni kimga ishlatishga petina oladi? Yozuvchilik darsi o'rgandim deysan. Amaliyotda yonfondagi xatni o'qib, undidarda xat yozsang, adabiyotdan ig'iz olsa, tupurib orom tursin. Shu holimga kimmi seni kasbiy xodim deyarlaydi? Kasb o'rganyapman deysan. Yonfon o'ylashdan boshqa bir kasb bilmaysan. Hamma darslar sen uchun yonfon o'ylash dars bo'lib qoldi. Yonfon tutgan vaqtdan qalam tutgan vaqtingni uzun. Do'stga qaragan vaqting bo'lsa, yonfon qaragan vaqting yetmaydi. Seni kasbiy bilim bor odam desa, kimmish edi? Praktikanımı ata-ananın yoluna buzub saqlı ispat bilan tugatdim. Ilg'or baholashda yana shu ata-ananın yoluna buzdim. Kelishkilarini ata-anam maktab chepib berib o'zi ilib berdi. Qani ayta, sen xizmat izlagan yana mushundaq ishonch va tamkin tura olamsan? Shamyak odamlar ishkillaydi. Sar turib nashta qilib baqdingmi? Tamoq yeyishni bilmaydigan odamning qo'lidan bir ish keladi, kimga ishonsin? Birdan bir qiziqadigan o'yin. Vaqtingni eng ko'p sarf qiladigan o'yin. Tavsiya qiladigan o'ylab qo'ymaysan. Özün qilgan ishni o'zing yaratmaysan. O'zingni o'zing yaratmasang, seni kim yaratdi? Cho'ng so'zlang desa, chukurganga chachirib, tag'zi cho'ng so'zlaysan. Yo'qchiqni pulin qolmaganda, yuzini qo'lida qilib, ota-onangga yelinasan. Bo'pti, qaqishti versan buni bo'lmaydi deyli. Boshqalarni qaqishib baqan o'chi bo'lsam. Nima kunni ko'rsak? Uyum, ata-onang bo'lmas jama qalamsan. Bu masalaning javobini o'zing bilmasam, sana nima istiqbol kelgan? Kasbni bilmasam, maktabdan o'g'ransa. İmtihondan o'tolmasam, muallimingdan o'g'ransa. Jazolansam, tuzumdan o'g'ransa. Ishsiz qolsam, jahondan, yordamsiz qolsam, ota-onangdan o'g'ransa. Kallangda ayblashdan boshqa o'y, tillashdan boshqa ish yo'q. Rodim etishayotgan sening muskularing emas. Balki insonning aqlli bir yashash, tirikchilik qilish iqtidori. Sendek odamlar faqat qabristonlik qarashga kelaysan. Afsus, bugungi kunda bu qadimiy kasb yo'qolib ketdi. Qaraganda ishsiz qilishim muqarrar o'xshaydi.